Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Yomg'ir yog'ayotgan paytda duo qilish sunnatmi? Yomg'ir yog'ayotgan duo qilish sunnat. Yomg'ir yog'ayotganda duo qilish sunnat. To'g'risi hadislar bor. Oysha radhiyallohu anh hadislaridan rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Oysha radhiyallohu anh aytganlarki, kana nabiy sollallohu alayhi vasallam idza ra'a al-matara qala Allohumma sayyiban nafi'a. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomg'irni ko'rsalar, Allohim foydali qilib quygin derdilar. Allohim foydali qilib quygin derdilar. Imom Buxoriyda kelgan hadis bu. Hadis da'vat qiladiki, yomg'ir yog'ayotganda duo qilishlik mustahab. Xususan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan shu duoni. Allohim foydali qilib quygin bu yomg'irni degan duoni. Va yana bu to'g'rida hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan. Yomg'ir yoqqanda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomg'irga chiqib o'tirganlar. Imom Muslimda kelgan hadis bor. Anas radhiyallohu anhudan u kishi aytadilarki, asabana va nahnu ma'a Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam matar. Qala fahazara Rasululloh sollallohu alayhi vasallam thawbahu hatta asabahu min al-matar. Faqulna ya Rasululloh lima sana'ta hadha? Qala li'annahu hadisu ahdin bi Rabbih ta'ala. Anas radhiyallohu anh aytadilar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga edik, yomg'ir yog'ib qoldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiyimlarini shimardilar. Hattoki yomg'ir yetdi badanlariga, ya'ni. Shunda biz aytdikki, ya Rasululloh, nega bunday qildingiz desak, aytdilarki, chunki bu yaqindagina Robbimizning huzuridan tushib kelyapti dedilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo osmonda. Ahli val jamoa e'tiqodida Alloh subhanahu va taolo osmonda o'ziga xos bo'lgan holatda, osmonning ichiga kirib olmagan holatda. Endi mana bu hadis ham shunga dalolat qilyapti. Yomg'irni Rasululloh badanlariga tegiryaptilar, chunki Alloh huzuridan kelyapti deb. Mana bu ham yomg'ir yoqqanda alohida bir inoyat berilishligiga dalil. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yomg'ir vaqtida duo qilganliklari, Allohumma havalayna va la alayna, Allohumma alal akami va dhirab va butunil awdiya va manabiti shajar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis bu ham. Yomg'ir yoqqanda duo qilganlar, Allohim atroflarimizga yog'dirgin, ustimizga emas. Ya'ni ustiga inson yomg'ir yog'aversa, gohida aziyat bo'lib qoladi insonga, hamma yoq shu ko'llab ketadi. Kiyimlar yoki ekinlar yuvilib ketadi. Yoki hayvonlar ham qiynalib qoladi. Shuning uchun Rasululloh aytganlarki, atroflarimizga yog'dirgin, ustimizga emas. Tepaliklar, qiradirlar, vodiylar, daraxtlar o'sadigan joylarga yog'dirgin deganlar. Mana bu ham yomg'ir yog'ayotganda duo qilish mustahabligiga dalil. Endi yomg'ir yog'ayotgan paytida duo qilishlik mustajob degan hadislar bormi? Yomg'ir yog'ayotgan paytda duo qilish mustajob degan hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahihligida ixtilof bor. Ya'ni bu hadiski sintani maturaddan. Ad-duo inda nida va tahta al-matar. Ikki duo rad qilinmaydi. Azon aytilgan paytda duo qilinish va yomg'ir ostida turib duo qilish degan hadis bor. Bu hadis sahih yoki zaifligida ixtilof bor. Va bu fe'l sahobalardan ham kelgan lekin. Shuning uchun yuqorida aytdik, nima bo'lganda ham bu mustahab bo'ladi. Ya'ni mustajob qilinishi tayin bo'lsin, mustajob qilinishi tayin bo'lmasin, undan qat'iy nazar duo mustahab bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi sahih hadislarda duo qildilar. Yana bu sahobalardan ham kelgan. Imom Buxoriy Adabul Mufrad kitobida Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhumadan, Imom Malik muvattolarida Urvat ibn Zubayr radhiyallohu anhumadan rivoyat qilganlar. Abdulloh Zubayrdan kelganki, u kishi agar bir momaqaldiroq bo'lganini eshitsa, gaplashishni to'xtatib turar ekan. Ya'ni yomg'ir yog'ib momaqaldiroq bo'layotganda gapirmas ekan. Keyin Allohning so'zini o'qir edi. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati.
Ra'd surasida Alloh subhanahu va taolo aytganki, Allohga momaqoldiroqlar ham hamd bilan tasbih aytur degan. Maloikalar ham undan qo'rqqandan tasbih aytur degan. Ana shu oyatni o'qib aytganlarki, Alloh tomonidan bu tahdid bo'lyapti yer ahliga degan. Ya'ni momaqoldiroqki tasbih aytsa, hamd aytsa, maloikalar ham undan qo'rqqandan hamd aytsa, tasbih aytsa, yer ahli bu momaqoldiroq bo'layotgan paytda Allohdan qo'rqmay, ha bu tabiiy hodisa deb g'ofil bo'lib o'tirishligi, aljirab har xil narsalarni gaplashib o'tirishligi bu Allohning g'azabini qo'zg'atishi mumkin degan. Chunki Alloh bu tabiatdagi hodisalarni insonlarga qo'rqinch qilib jo'natadi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar shamol esib qolsa, qattiqroq shamol esib qolsa, kirib chiqib hech xotirjam bo'lmay qolardilar. Ha bu oddiy shamol-ku deyilsa, men qanday xotirjam bo'laman? Bir qavmga shu shamol bulutlar jo'natilganda hada aridun mumtiruna deyishgandi. Ya'ni ha bulut bo'lyapti, bu bulutdan yomg'ir yog'adi deb g'ofil bo'lib o'tiraverishgandi. Alloh subhanahu va taolo keyin ularga aytdiki, bal huwa mastajaltum bih dedi. Balki sizlar so'ragan azob bu dedi. Sizlar tezlatib talab qo'yayotgan azob mana shu dedi. O'sha shamoldan, bulutdan azob keldi. Shuning uchun Allohning bu hodisalaridan qo'rqardilar. Allohga hamd aytib, tasbih aytib, istig'for aytib qolardilar. Mo'min inson ham shuning uchun mana bu paytda Allohga duo qilib, hamd aytib, tasbih aytadi. Takbir aytadi. G'ofil bo'lib o'tiravermaydi har xil gapni gapirib. Abdulloh Zubayr mana shunaqa qilardilar. Inson Allohning tahdidlaridan qo'rqish kerak. Shuning uchun ham mana quyosh, oy tutilganda kusuf va xusuf namozlari o'qiladi. Quyosh tutilgani uchun va oy tutilgani uchun. Bu ham Allohning tahdidida g'ofil bo'lib o'tiravermaslik uchun. Xulosa, duo yomg'ir paytida mustahab bo'ladi. Vallohu alam.